Assalomu alaykum, hurmatli Instagram obunachilari, YouTube obunachilari. Sizlarga murojaatim. Singlimiz Shovot tumani Asay mahallasida yashaydi. Hozir Hindistonda yotibdi. Shu bo'yicha videorolik tayyorlayapman. Ko'p ahvolda men yordam video bilan chiqmadim. Iltimos qo'ldan kelgancha shu qizimiz uchun ozgina ko'mak etaylik, ozgina yordam beraylik. Ozgina pulga muhtoj ekan. Xudo shu pulni ozgina yig'ishda yordam etsak, obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar, Qurbon hayiti bayramiga atir shu munosabati bilan sizlardan iltimos qilib so'rab qolar edim. Ozgina shu qizimizga yordam beraylik. Hozir Hindistonda yotibdi. Tez Xudo xolasa yaxshi o'tib ketsa agar shu lecheniyalarni, dori ukollarini, nalarini olib yaxshi o'tib ketsa, Xudo xolasa kelsa, обязательно borib ko'rishingiz mumkin. Uyina. Xorazm viloyati Shovot tumani Asay mahallasida yashaydi. Do'stlar, yurtdoshlar, ozgina bo'lsam ko'mak beraylik. Shu qizimiz uchun ozgina bo'lsam 1000 so'mmi, 2000 so'mmi, 3000 so'mmi, 10000 so'mmi, 5000 so'mmi qo'ldan kelincha. Ko'p so'rab turgani yo'q. Qo'ldan kelincha yordam etinglar.